Garim siz ham menga o'xshab Windows 7, 8, 10, 11 uchun alohidadan fleshga ISO qilib yuribsizmi? Hozir sizga universal fleshga qilishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Jigarim, buning uchun bizga ikki dona programma kerak bo'ladi. Birinchisi WinIO Maker Professional degan programma, ikkinchisi Power ISO degan programma kerak bo'ladi. Power ISO SSDni Vimga o'tkazib olish uchun. Ba'da Vim so'raydi, hozir sizlarga ko'rsataman qanday bo'lishini. Hop, mana misol uchun bu yoqda Настройки UE instrument kodsalaring mana bu yerda Vim SSD degani bo'ladi. O'sha yerga bosasizlar, administrator nomida och deydi. Bo'pti, ochaman deysizlar. Mana yerda litsenziya so'raydi. 5 sekund nima tursalaring tekinga ochiladi. Mana endi SSD'mizni tanlasak va Vim qilib beramiz. Siz Vim bilan SSD'ni keyingi videoda tushuntiraman nimaligini. Plus Windows 7, 8, 10 da ham eski variantlarda SSD faylda bo'lgan. Biz nimani sistemamizni fayllarga ajratib olishimiz kerak edi aytgancha. Mana men ajratib qo'yganman aka, mana faylchalarga ajratib olasiz. Men birinchi 7 dan boshlayman. Albatta sizlar tezlashtirilgan bo'ladi. Mana preobrazировать bosalang bo'ldi. Endi shuni kutasizlar, keyingilarni ham shuna qilamiz. Hop, bratim, SSD dan Vimga o'tkazib oldik. Endi chiqib ketaveramiz. Bu programma endi o'zi kerak emas bizga. Endi bizga faqat IO Maker kerak bo'ladi. Bunda biz Select Vimsga bosamiz, keyin bizda ajratib olgan Windows papkalarimizni o'sha manu bilan manual almashtirdim. Xullas Vimga ichida source papkasi bo'ladi. Vimni bosamiz, mana ko'ryapsizlar, Vim tayyorlandi, to'g'rimi? Lekin men bitta narsani xato qilibman. Delete qilishim kerak. Chunki birinchi nimada ishlaydigani menda Windows 7 bo'lmasligi kerak-da. Menda Windows 7 bo'lsa u to'g'ri kelmaydi. Hamma kompyuterda ishlash uchun Windows 7 bo'lmasligi kerak. Xullas 10 bo'lish kerak. Birinchi bo'lib sizlarga ham tavsiya qilaman 10 ni birinchi tanlashlaringni. Mana 10 dan source'da Vim degani bo'ladi. Pastroqqa tushiralaring. Mana Vim birinchini tanlaymiz, keyin yana tanlaymiz. Menga ikkinchi bo'lib Windows 11 kerak. Sources hop install Vim. Mana 2 ga Windows 11 o'tdi. Endi menga 3 ga Windows 8 bo'lsa ham bo'laveradi. Hop sources install Vim. Endi 4 ga menga 7 bo'lsa ham bo'laveradi. O'zim bilaman qanaqa yozilishini. Mana endi qaranglar, save all changes qilamiz. O'zgartirishlarni saqlash. Bu ham ikkita uchta proses hammasini o'qib chiqadi. Keyin tayyor bo'lgandan keyin o'zi nima sizdan bitta narsa so'raydi, OK deb bosasiz, tayyor degani. Bu degani ish tugadi degani emas akalar. Mana yerdan keyin tayyorlash ham kerak. Hozir bitta olsin ko'rsataman akalar. Hop akalar, bo'ldi, men bo'lganini mana mashinam bilan 100% bo'ldi, OK deymiz. Mana bo'ldi. 1 2 3 4 indekslarga bo'lib qo'ydi. Finish deb bosamiz. Endi bizga ISO fayli kerak. Save into ISO ga yozamiz. Endi bizga nomi kerak. Masalan, misol uchun men 7 dan 11 gacha qilganim uchun 7 11 deyman. Endi mana yerda joylashuv, xatga tashlashini belgilaymiz akalar. Mana shu yerdan xohlasalaringiz загрузкаga, xohlasalaringiz рабочий stolga, mana ham o'sha nomni yozib qo'yasizlar. 7 dan 11 gacha. Akalar почти bo'ldi. Men keyin ISO qilsalaring, shu bilan ISOlaring mana tayyor. Fleshkaga yozishni bilsalaring kerak akalar. Akalar, videoyim manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni, kanalimga, ya'ni akkauntimga obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Yana bundan ham yaxshiroq videolar qilishga harakat qilaman. Keyingi videolargacha